Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, e'tiborli uchun rahmat. Xudo xolasa mana inshaalloh ana bugun 8-chisi aka. Ha? 10 mi? Ha, aytingiz to'g'ri, biza adashmoqchilik bo'libdi. Inshaalloh mana bugun 10-chislariga Xudo xolasa Granitsadan yarim yo'lga qaytib keldik, Xudo xolasa. Sizlarga imkon qadar ma'lumotlarni to'liq yetkazamiz chegara masalasi haqida. Videolarimizni oxirigacha ko'rsangiz, ma'lumotlarga to'liq ega bo'lasizlar. Kuzatishga davom etamiz, akalarimiz bilan bir salom olib qo'yamiz. Mana inshaalloh har doimgidek kafemiz. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qandaysiz? Aka, qayerliksiz? Qirg'iziston O'shdan. Ha, borib kelishda qanday bo'ldi? Dokumentingiz qanday edi, aka? Dokumentimdagi bir oydan oshiq rassvochkasi bor edi. Borib kelish yaxshi. Borib kelyapti. Ha, muammolar bo'lmami yo'llarga? Yo'q, muammolar bo'lmadi. Chegaragachi? Chegarada ham bo'lmadi. Yaxshi o'tib qaytdingizmi? Yaxshi bo'lib qaytyapmiz. Ha. Qanday bu reysimiz sizga ma'qul keldimi? Rosa. Ha. Bu qanday tavsiya qilasizmi ko'rib turuvchilarga, obunachilarga? Rosa tavsiya qilamiz. Ha. Telefon qilaveringlar, borib kelaveradi akamiz. Ha, rahmat. Zaradi. Rahmat aka. Gap yo'q. Alloh rozi bo'lsin aka. Mana bu yerga do'stim yaga o'tiribdi mana. Ovoz ochar qilyapti do'stim. Mana bu yerga jigarlarimizni qolganlari. Assalomu alaykum aka. Alaykum salom. Qandaysiz? Sağ ol brat. Aka, siz qayerdansiz? Ozarbayjondan. Ozarbayjondan mana klientlarimiz bor. Aka, borib kelishlar qanday bo'ldi? Dokumentlaringiz qanday edi sizda? Çok güzel. Все нормальные. Спасибо, брат. Dokument bor edimi, yo'q edimi? Dokument Patent, registratsiya, yok idi. hech nima yo'q edi. Hepsi normal oldu. Sağ ol brat. Все нормально. Ko'rib turuvchilarga tavsiya qilasizmi? Biz bilan borib kelsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Конечно, брат. Reysimiz persatkalikmi, bez persatkami? Yok, без пересадка. Bez persatka. Ma'qul keldimi sizga? Все нормально, брат. Mana akamiz bilan borib keldik. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin aka. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Alhamdulillah, zo'r. O'zingiz zo'rmisiz, tinchmisiz? Aka, borib kelishda qanday bo'ldi? Qayerdansiz o'zingiz? Borib kelishlar zo'r bo'ldi. Bizlar Samarqanddan-ku, bizlar hammamiz. Ha, Samarqandlik o'zimiz yemlagimiz. Yo'q, tinch. Ha, dokumentlaringiz qanday edi borib kelishga sizniki? Dokumentlar bizniki nima edi? Mana chipchasi bor ediganda zo'r o'tib keldik. Ha, muammolar bo'lmadimi yo'llarga, hech yoqqa, chegaraga? Muammolar bo'lmadi. Sizniki reyestrga tushgan edi, adashmasam. Sizga tushgan edi. Qanday borib kelsa bo'laykanmi reyestrga tushganlar? Bo'ladi, yaxshi. Muammo bo'lmadi, ha? Bemalol kirib chiqdingiz. Kelsa bo'lavergan. Ha. Ko'ruvchilarga tavsiya qilasizmi, yo'qmi? Bizni reyestri. Tavsiya qilamiz, конечно. Ha. Kelursin. Ha. Ha. Kelurdi-da. Ha, shunday. Ha, bu doston do'stim ko'rib turibdi. Do'stimga bir nima deb qo'yasiz? Videolarni portlatsin deyatdi Sardor. Ha, portlatsin deyatdi. Qaysi qishloqliklar portlatsin deyatdi. Hayronliging kelsin deydi. Qayroqlik qo'tir jinjak dedimi? Hammasini aytdi. Gap yo'q. Aka, Alloh rozi bo'lsin. Aslan salomat bu. Ha. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Rahmat. O'zbekiston Qoraqalpog'istondanman men. Aha. Men bezdagi granitsaga olib keldim, hech qachon muammo bo'lmadi. Shu Sardorxon tavsiya qilaman sizlarga. Zo'r, ajoyib, hech yo'lda ham muammo qilgani yo'q. Ajoyib kelyapmiz, mashinalarimiz komfort, zo'r, hech qisqirtmaslar yo'llarga ham. Endi Allohning aytgani bo'lar, hammasi ham zo'r. Bemalol kelyapmiz. Qoyilligin savol bermadim, savolga javobladim oldim. Gap yo'q, lekin Alloh rozi bo'lsin aka. Sardorxonni tavsiya qilaman, hammasi YouTube'dan bemalol zo'r, hammasi ham ajoyib. Allohning aytgani bo'ladi. Albatta. Roza Ramazon oylarisida yaxshi o'tkazinglar hammangizga. Rahmat aka. Alloh rozi bo'lsin, katta rahmat sizga. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka, siz qayerdansiz? Bizni qayerdan topdingiz? Samarqand qayerdansiz? Sizni ko'rib qoldim, telefon qildim, Xudoga shukr.
Mana kelib ketyapmiz. Bunda o'ylab qarasa, vaqtidan ertaroq ham yetib bor ekanmiz. Besbesarka bo'ldi. Rahmat. Reys yoqdimi sizga? Конечно. Muammo, problemalar bo'lmadimi umuman? Problema bo'lmadi lekin. Ha. Bemalol borib kelsa bo'lar ekanmi? Bo'lar ekan, tavsiya qilamiz. Mana o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rib kelingiz, hammasi joyiga. Albatta. Tavsiya qilasizmi ko'ruvchilarga? Obunachilar? Tavsiya qilamiz. Rahmat aka. Sardarjonni besprasa. Beslatga bor. Gap yo'q. Lishni pulda to'lamangiz, menga ishqib, men pul olmadimmi hech kimdan? Dokumentingiz joyida bo'lsa, bu hech pul chiqmaydi. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin akalar. Xizmatlarga rozimiz har doimgidek. Do'stlar, inshaalloh kirchiqlarni amalga oshirib, mana akalarimiz bilan bemalol karvatlarga o'tirib choylarni ichyapmiz. Ana endi inshaalloh Moskvaga qarab erta tongdan soat 6 larga yetib boramiz, xudo xolasa. Kuzatishga davom etingizlar do'stlar. Inshaalloh yana keyingi 12-chisloning reyslarini YouTube'ga qo'yib boraveramiz. Kuzatishga davom etamiz.